Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi hovlimiz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Oqovul MFI Yo'lobod ko'chasidan 4 sotixli hovli, 4 xonali uy bilan sotuvga chiqdi. To'g'ri burchakli joy. Fasad 12,5 metrga 32 metr bo'lyapti. Tekis joy. Bu joyimiz Yangi Toshkent hududiga chegaradosh hudud bo'lib turibdi hozir. Eski nomi mahallani Parij komuna. Ko'rsalaveradi, tekis joy. Gaz, svet, suv, kommunikatsiya hamma xizmatlari mavjud. Bu joyimiz egalari har bir sotiga $8,000 dan narx qo'yishgan. O'zlarining hovlisidan ajratib beryapti. Mana shu darvozaxonani burchagidan ajratib beriladi. Ko'chalarni ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham keng bo'lgan ko'cha. Katta yo'lga taxminan 200-250 metr kirib kelinadi. Juda ham obod mahalla. Bu joyimizga qiziqqanlar nomerimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, batafsil yana tushuntiriladi.